Barchaga xayrli kun yana bir bor. Bugungi mavzuyimiz anorganik birikmalarning eng muhim sinflari bo'ladi. Boshladik demak. Anorganik birikmalarning eng muhim sinflari. 4 ta guruhga bo'lib o'rganamiz bizlar. Birinchisi, demak, oksid, yo'q, mana bu yerda yuqoridan yozamiz birinchi. To'xtang, erinmasdan yozamiz shuni. Erinmasdan yozamiz shuni. Anorganik birikmalar deb yozamiz. Anorganik birikmalar. 4 ta guruhga bo'lib o'rganamiz bularni. Birinchisi oksid, ikkinchisi kislota, uchinchisi asos, to'rtinchisi tuz. Xo'p, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, hammasini o'tib berishga, lekin menimcha ulgurmaymiz. Hammasini o'tib berishga. Birinchisi. Endi ikkita Telegram bor bu yerda, o'shaning uchun kelib turibdi shunaqa. Xo'p, birinchisi oksidlardan boshlaymiz. Oksidlar. Elementlarning kislorodli birikmalari. Elementlarning kislorodli birikmalari oksidlar deb nomlanadi. Tushuntira oldimmi? Elementlarning kislorodli birikmalari oksidlar deb nomlanadi. Yoki peroksidlar yoki superoksidlar ham bo'lishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Ana endi oksidning formulasini yozamiz birinchi. Oksidning formulasini yozishimiz uchun birinchi qoidaga amal qilishimiz kerak. Qarang, elementlarning kislorodli birikmalari deyapti. Demak, element bor va kislorod bor. Ko'rinib turibdi-a? Demak, mana bu yerda X deymiz, mana buni Y deymiz. Bu oksid. Oksid formulasi. Tushuntira oldimmi? Oksid formulasi. Masalan, birinchi va ikkinchi guruh elementlarining oksidlari. Birinchi guruh elementlari oksidlari. Birinchi A guruh element oksidlari. Birinchi A guruh elementlarining oksidlari biz bilamiz, birinchi A guruh bu bir valentli, to'g'rimi? O'shaning uchun masalan natriyni olamiz. Bir valentli. Va kislorod. Kislorod necha valentli? 2 valentli. Bu bir bilan 2 qisqarmaydi, shunchaki 2 mana bu yerda keladi. Natriy oksidi yoki kaliy. Kaliy ham shunday. 1 kislorod 2. Demak, 2 mana bu yerda keladi. Yoki bariy. Yo'q, bariy dema,
Rubidiy deylik, rubidiy oksidi. Rubidiy oksidi. Bu 1, kislorod 2. Demak, 2 mana bu yerga keladi. Tushuntirdimi? Ana endi. Ikkinchi A guruh. Ikkinchi A guruh elementlariga qaysilar kirardi? Berilliy, magniy, kalsiy, stronsiy, bariy, radiy. Berilliy oksidi masalan. Elementni o'zini yozamiz va kislorodni yozamiz. Berilliy 2 valentli, kislorod ham 2 valentli. Demak, bu bilan qisqarib ketadi. Tushundingizmi? Birlar yozilmaydi. Yo'q. Kalsiy. Kalsiy ham 2 bu yerda. Kislorod ham 2. Ikkilar yozilmaydi. Demak, kalsiy oksidi. Yoki stronsiy. Stronsiy. Bu ham 2, kislorod ham 2. Demak, ikkilar chiqib ketadi, birlar yozilmaydi. Tushuntira oldimmi? Demak, hop, tushunib oldingiz degan umiddaman. Ha, bundan tashqari, hop, mana bu yerni o'chiramiz. Peroksidlar degan tushuncha borda, peroksidlar. Hop, o'chiramiz buni. Kerak emas endi. Mana. Peroksid bilan qo'sh oksid degan tushuncha bor. Qo'sh oksid. Ikkita oksidning qo'shmachasi, ya'ni qo'shilishidan qo'sh oksid hosil bo'ladi. Mana bu yerda yozaman. Qarang. Qo'sh oksid. Ikkita oksidning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Masalan, temir qo'sh oksidi. Temir qo'sh oksidi. Bu qo'sh oksid. Bu mana bu oksidlarni qo'shilishidan hosil bo'ladi. Temir 2 oksidi bilan temir 3 oksidi. Ko'rdingizmi? Bu yerda ko'paytirish. Temir 2 oksidi bilan temir 3 oksidini qo'shilishidan temir qo'sh oksidi hosil bo'ladi. Mana bu temir qo'sh oksidi. Ko'ryapsizlarmi? Temir qo'sh oksidi mana shunday. Xo'p, ana endi. Peroksid degan tushuncha bor. Peroksid.
Tarkibida 2 dona kislorod bo'lgan oksidlar. Qarang, masalan. Hop. Yo'q, tarkibida hop. Shunday desak bo'ladimi? Tarkibida 2 shunday desak bo'ladimi? Hop. Tarkibida yo'q, mana bunday deb yozsak yaxshiroq bo'ladi. Tarkibida +1 kislorod gan oksidlar. Masalan, natriy oksidi. Natriy oksid. Ko'ryapsizlarmi? Peroksid bo'lish uchun qarang, tarkibida +1 kislorod tutgan oksidlar deyapti-ku. Yana bu yerda o'zi bitta bo'lish kerak edi. Qarang, bir yozilmagan. +1 ni qo'shib berish kerak edi. Bu yana bitta kislorodni qo'shib berish kerak. Shuning uchun 2 bo'ladi. Qarang. Shuning uchun bu natriy peroksid. Ko'rdingizmi? Natriy peroksid bo'ldi. Xo'p, ana endi bu birinchi A guruh elementlari bilan, ana endi ikkinchi A guruh elementlari bilan. Bariy oksidi. Bariy oksid. Bariy +1 kislorod tutgan degan. Demak, mana bu 2 bo'ladi. Bariy peroksidi bo'ldi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bitta kislorodni qo'shib berasiz. Ya'ni oksid. Tushuntira oldimmi? Demak, bitta oksidga bitta kislorodni qo'shib berasiz va u peroksidga aylanadi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, ana endi o'chiramiz bularni. Oksidlarning kimyoviy xossasiga kelamiz, o'quvchilar. Oksidlarning kimyoviy xossasi. Oksidlar. 4 xil oksidlar tafovut qilinadi. Birinchisi kislotaga mos keluvchi oksidlar, ya'ni kislotali oksidlar. Ikkinchisi asosga mos keluvchi oksidlar, asosli oksidlar. Ham asos, ham kislotaga mos keluvchi oksidlar. Demak, kislota va asosga mos kelmaydigan oksidlar ham tafovut qilinadi. Bu betaraf, ya'ni indifferent, befarq oksidlar deb nomlanadi. Xo'p. Ana endi oksidlar 4 ga bo'linadi. Oksidlar 4 ga bo'linadi.
1. Kislotaga mos keluvchi oksidlar. Yo'q. Mana. Kislotali oksidlar. Ikkinchisi, asosga mos keluvchi oksidlar. Uchinchisi, ham asos ham kislotaga mos keluvchi oksidlar. Amfoter. Kislota va asosga mos kelmaydigan oksidlar. Betaraf. Indiferent yoki betaraf. Ana endi. Hop. Birinchisidan boshlaymiz. Kislotaga mos keluvchi oksidlardan boshlaymiz. Kislotaga mos keluvchi oksidlardan boshlaymiz. Buni o'chiramiz. Kislotali oksidlar. Xo'p. Deyarli barcha metall-mas oksidlari kislotali oksidlarga kiradi. Masalan, nima? Buni yozib olasiz. Men qachon savol javob qilsam, bu kerak bo'ladi, javob berasiz o'shanda. Kislotali oksidlarga kiradi. Xo'p, karbonat angidrid. Xo'p, oltin gugurt 4 oksidi, oltin gugurt 6 oksidi, hop, fosfor 5 oksidi, xlor 7 oksidi, xlor 5 oksidi, brom 5 oksidi, brom 2O5, hop, azot 5 oksidi, azot 5 oksidi va azot 4 oksidi. Azot 4 oksidi. Hamda hop, uchta chiziq hamda valentligi 5 va undan yuqori bo'lgan oksidlar.
va oksidlar. Masalan, hop, vanadiy 5 oksidi, xrom 6 oksidi, marganiz 7 oksidi, marganiz 6 oksidi. Mana, bular kislotali oksidlar. Hammasi. Bular kislotali oksidlar deb nomlanar edi. Yozib olgan bo'lsangiz, demak, o'chiramiz. Mana endi kimyoviy xossasiga to'xtalib o'tamizda endi. A deymiz. Kislotali oksidlar suv bilan reaksiyaga kirishadi. Kislotali oksidlar suv bilan reaksiyaga kirishadi. Masalan, oltin gugurt, oltin oksidi plus suv. Ko'rdingizmi? Plus H2SO4 plus deyapman men endi strelka. Sulfat kislota. Yoki fosfor 5 oksidi plus H2O. H3PO4. Ko'rdingizmi? Bu yerda 3 ta bersak, bu yerda 2 ta bersak reaksiya teng bo'ladi. Yoki hop. Xlor 7 oksidi. Xlor 7 oksidi, qarang. Xlor 2O7 plus H2O. Qarang, mana bunday deb mana bunday bo'lsa ham bo'ladi. Masalan, oksidni qarayapsiz, kislota hosil qilish kerak. Masalan, qarang, kislotali oksid ekanligini bilyapsiz, oksidni suv bilan reaksiyaga kirishtiryapsiz, lekin qaysi kislotaga mos kelishini bilmayapsiz. Buning uchun nima qilasiz? Qarang. Hammasini biriktirasiz, qarang. Vodoroddan 2 tami? Vodoroddan 2 ta bu yoqda yozasiz. Xlordan 2 tami? Xlordan 2 ta yozasiz. Kisloroddan nechta? 7 ga 1, 8 ta. Xo'p, kisloroddan 8 yozasiz. Qisqartirish mumkinmi? Bunaqa kislota yo'q, bunaqa kislota yo'q. Qisqartirish mumkinmi? Mumkin. H xlor O4. Ko'ryapsizmi? Perxlorat hosil bo'ldi. Yoki ana qarang. Xlor 2O5 plus H2O. Hop. H2 xlor 2O6 mi? O6. Bunaqa kislota yo'q. H xlor O3. Ko'ryapsizmi? Faqat bitta istisno joyi bor mana bu kislotada. Qarang, fosfor 5 oksidida. Mana shu istisno joyi bor. Bunga to'g'ri kelmaydi. Chunki bu nimalari har xil. Koeffitsentlari har xil. Ko'ryapsizmi? Koeffitsentlari 1 ga 3. Qachonki koeffitsentlari teng bo'lsa, bu amal qiladi. Qarang, 1 ga 3 koeffitsentlar bu ishonchni amal qilmaydi. Faqat mana shunga istisno holati bor, boshqasiga hammasi 98-99% ga to'g'ri kelish kerak. Xo'p. Qarang, yana bitta jumla aytaman. Oksid qaysi kislotaga mos kelsa, uning angidridi deb nomlanadi. Qarang, qaytarib aytaman. Oksid qaysi kislotaga mos kelsa, o'sha kislotaning angidridi deb nomlanadi. Masalan, oltin gugurt, qarang, oltin gugurt 6 oksidini ko'ryapsizmi? Qaysi kislotaga mos kelyapti?
sulfat kislotaga mos kelyapti. Demak, sulfat kislotani angidridi bu oltin gugurt olti oksidi bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Jumlani qaytarib aytaman. Qarang. Oksid qaysi kislotaga mos kelsa, o'sha kislotaning angidridi deyiladi. Demak, oltin gugurt olti oksidi sulfat kislotaga mos kelyaptimi? Demak, sulfat kislotaning angidridi bu oltin gugurt olti oksidi. Yoki, masalan, fosfor 5 oksidini qaraymiz. Fosfor 5 oksidi qaysi kislotaga mos kelyapti? Fosfat kislotaga. Demak, fosfat kislotaga mos kelyaptimi? Fosfat kislotaning angidridi bu fosfor 5 oksidi ekanda, to'g'rimi? Tushuntira oldimmi? Yoki xlor 7 oksidi qaysi kislotaga mos kelyapti? Perxlorat kislotaga. Demak, perxlorat kislotaning angidridi bu xlor 7 oksidi hisoblanadi. Bunga ham shunday, xlor 5 oksidiga ham shunday. Tushuntira oldimmi? Tushundingiz degan umiddaman. Hop. Xo'sh. Ana endi B kimyoviy xossa. B kimyoviy xossaga ham o'tsak bo'lar. B kimyoviy xossa. Qarang, jumlani eshiting, jumlani. Kislotali oksidlar asosli oksidlar bilan reaksiyaga kirishib, tuz hosil qiladi. Qaytarib aytaman. Kislotali oksidlar asosli oksidlar bilan reaksiyaga kirishib, tuz hosil qiladi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, hozir tushuntiraman. Xo'sh, o'chiramiz. Endi mavzu kattada o'quvchilar, o'shaning uchun sabr qilasiz. Anorganik birikmalarning eng muhim sinflari bu oson emas. Qiyin mavzu, tushunaman. Har bittasini kimyoviy xossalari juda ham ko'p o'quvchilar. O'shaning uchun batafsil tushuntirishga harakat qilyapman. Buni tez o'tib ketmayapman. Bitta tushuntiryapman. Demak, qaytarib aytaman. B kimyoviy xossasini kislotali oksidlar asosli oksidlar bilan reaksiyaga kirishadi va tuz hosil qiladi. Qarang. Istagan kislotali oksidni yozamiz. Masalan, karbonat angidridni yozamiz. Karbonat angidrid kislotali oksid plus asosli oksidlar bilan reaksiyaga kirishadi. Asosli oksidlar bilan reaksiyaga kirish kerak. Birinchi va ikkinchi guruh elementlaridan olamiz. Birinchi, ikkinchi A guruh element oksidlaridan olamiz. Masalan, kaliy oksidi plus tuz hosil qilar ekan. Kaliy karbonat. Ko'ryapsizmi? Yoki fosfor 5 oksidi plus natriy oksidi. Xato bo'ldi. Birozgina. Natriy oksidi plus natriy 3PO4. Ko'rdingizmi? Yoki yana bitta misol. Xo'p, xrom 6 oksidi. Xrom O3 plus qaysi olamiz? Kaliy oksididan keling. Kaliy oksidini olaylik. Yana. Demak, kaliy ke xrom O4. Qarang. Tushuntira oldimmi? Demak, kislotali oksidlar asosli oksidlar bilan reaksiyaga kirishadi va tuz hosil qiladi. Bu B kimyoviy xossasi edi. Bu kimyoviy xossalarni o'quvchilar bitta yodlashingiz kerak. Men reaksiyalarda bu kerak bo'ladi. Reaksiya yozishda. O'shaning uchun
Bee'tibor bo'lmang, yozib oling. Buni videosini tashlayman. Yozib olingan, yozib olinyapti hozir. Xo'p, tashlayman. Xo'p, ana endi S kimyoviy xossasi bo'ladimi? S kimyoviy xossasi. Jumla aytaman, qarang. Kislotali oksidlar asoslar bilan reaksiyaga kirishib, tuz va suv hosil qiladi. Qaytarib aytaman. Kislotali oksidlar asoslar bilan reaksiyaga kirishib, tuz va suv hosil qiladi. Masalan, azot 5 oksidi. Ko'ryapsizmi? Asoslar bilan reaksiyaga kirishadi deyapti. Asoslar bilan. Demak, xo'p, natriy gidroksid. Nima chiqadi? Bu qaysi kislotaga mos kelyapti? Nitrat kislotaga mos keladi. Demak, natriy nitrat chiqadi. Plus suv. Qarang, kislotali o'zi ham aytib turibdi o'zi jumlada. Kislotali oksidlar, demak, asoslar bilan reaksiyaga kirishib, tuz va suv hosil qiladi deyapti. Tushuntira oldimmi? Yoki, hop, SO2 plus bariy gidroksid. Qarang. Hop, bariy sulfid plus suv. Ko'rdingizmi? Hop. Ana endi navbatdagi kimyoviy xossasi. Endi D bo'ladimi? D-chi kimyoviy xossasi bo'ladimi? D-chi kimyoviy xossasi bo'ladi. Kislotali oksidlar bir-biri bilan reaksiyaga kirishar ekan o'quvchilar. Kirishmas ekan. Bir-biri bilan reaksiyaga kirishmas ekan. Ya'ni masalan qarang. P2O5 plus SO3. Bular reaksiyaga kirishmaydi bir-biri bilan. Yoki hop, SO3 plus karbonat angidrid X reaksiyaga kirishmas ekan. Tushuntira oldimmi? Bu D-chi kimyoviy xossasi edi. Ana endi asosli oksidlarga kelamiz. Asosli oksidlar. Asosli oksidlarga kelamiz. Hech bo'lmasa asosli oksidlarni ham tugataylik, ha? Asosli oksidlar. Xo'p. Asosli oksidlar asosli oksidlar. Hop, metal oksidlari deb nomlanadi. Bular kimyoviy xossasiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Hop, yozaman shuni.
ikkiga bo'linadi. Xo'p, suvda eriydigan va erimaydigan oksidlar. Xo'p, mana bunda birinchi va ikkinchi A guruh elementlari. Birinchi va ikkinchi A guruh elementlari. Elementlari oksidlari. Oksidlari. Xo'p, ikkinchisi. Xo'p, xo'p. Masalan, temir oksidi. Xo'p. Isitma, mana bunga isitma joyi bor, magniy oksidi. Magniy oksidi. Xo'p, kumush oksidi. Xo'p, kumush oksidi, marganiz oksidi. Xo'p, mis oksidi. Mis ikki oksidi, endi bu mis bir oksidi ham. Xo'p, va xrom oksidi. Endi bitta yozishga xato bo'ladi endi e'tibor qilmaysizlar. Xrom oksidi. Hokazo. Bular suvda erimaydi. Xo'p. Ana endi A kimyoviy xossasiga qaraymiz. Ayinchi kimyoviy xossasi. Xo'sh. Ayinchi kimyoviy xossasi. Suv bilan reaksiyasi. Suv bilan reaksiyaga kirishib, ishqor hosil qiladigan oksidlar. Suv bilan reaksiyaga kirishadi, lekin isitma joyi bor. Qarang. Natriy oksidi plus suv. Suv bilan reaksiyaga kirishib, ishqor hosil qiladi. Natriy gidroksid. Xo'p, bariy oksidi plus suv bilan reaksiyaga kirishadi va bariy gidroksidni hosil qiladi. Lekin mana bu suvda erimaydigan oksidlar bor-ku, bular suv bilan reaksiyaga kirishmaydi. Masalan, temir oksidi plus suv reaksiyaga kirishmaydi. Yoki, xo'p, kumush oksidi plus suv reaksiyaga kirishmaydi. Ko'rdingizmi? Bu ayinchi kimyoviy xossasi edi. Ana endi B'inchi kimyoviy xossasida boshlaymiz. Agar ulgurmayotgan bo'lsangiz, videosini tashlayman albatta. O'shandan ko'rib, yana qaytib o'rganib, yozib olishingiz mumkin bo'ladi o'quvchilar. Telegram kanalga ham tashlayman, YouTube platformamizga ham tashlayman.
Birinchi kimyoviy xossasi. Xo'p. Asosli oksidlar kislotali oksidlar bilan reaksiyaga kirishadi. Asosli oksidlar kislotali oksidlar bilan reaksiyaga kirishadi. Tushuntira oldimmi? Masalan, xo'p, asosli oksidlardan olamiz. Natriy oksidi. Natriy oksidi plus kislotali oksid, fosfor 5 oksidi. Reaksiyaga kirishadi. Natriy 3PO4. Tushuntira oldimmi? Yoki nitrat. Xo'p. 5 plus magniy. Magniy oksidi. Xo'p. Bunga farqi yo'q. Suvda eriydigan yoki erimaydigan bu kimyoviy xossasiga farqi yo'q. Xo'p. Magniy nitrat. Ko'rinyaptimi? Yoki SO2 plus kaliy oksidi. SO3. Mana. Demak, asosli oksidlar kislotali oksidlar bilan reaksiyaga kirishib, tuzlarni hosil qiladi. Bu birinchi edi. Endi sekinchisini ko'ramiz. Sekinchi. Demak, kimyoviy xossasi. Xo'p. Asosli oksidlar kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi. Asosli oksidlar, masalan, natriy oksidi. Bu yerda qizil bilan bo'lib qoldi. Natriy oksidi plus kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi. Masalan, nitrat kislota. Natriy nitrat. Ko'ryaptimi? Natriy nitrat plus suv. Tuz va suvni hosil qiladi yoki keling kalsiy oksidi plus fosfat kislota. Bu 3. Kalsiy fosfat. Xo'p. Bu yerda 3PO4 plus suv. Xo'p, yoki yana bitta misol magniy oksidi plus xlorid. Magniy xlorid plus suv. Bo'ldimi? Demak, asosli oksidlar kislotalar bilan reaksiyaga kirishar ekan. Xo'p. Ko'ramiz. Birinchi kimyoviy xossasiga kelamiz. Xo'sh. Birinchi kimyoviy xossasi. Asosli oksidlar bir-biri bilan hech qachon reaksiyaga kirishmaydi. Masalan, xo'p. Natriy oksidi plus kaliy oksidi reaksiyaga kirishmaydi. Yoki kalsiy oksidi plus berilliy oksidi reaksiyaga kirishmaydi. Yoki kaliy oksidi plus magniy oksidi reaksiyaga kirishmaydi. Tushuntira oldimmi? Demak, asosli oksidlar bir-biri bilan reaksiyaga kirishmas ekan. Ana endi oksidlar mavzusidan xo'p, amfoter oksidlar bilan betaraf oksidlar qoldi. Buni keyingi darsda o'tib beraman.
ya'ni ertaga. Ertaga shu soat 10:00 da. Ertaga soat 10:00 da. Xo'p, amfoter oksidlar, betaraf oksidlar. Xo'p, yana boshqa bir guruhni boshlaymiz yoki asoslarni boshlaymizmi? Asoslarni boshlaymiz. Xo'p, shu yergacha kimda savol bor? Shu yerda qo'l ko'tarish tugmasini bossangiz, sizga demak mikrofonni beraman. Hozir shu yergacha kimda savol bor? Hech kimdami? Judayam katta mavzu o'quvchilar bu. Judayam katta mavzu. O'shaning uchun bo'lib o'tamiz. Kimda qanaqa savol bor? Savol yo'qmi? Xo'p. Ertaga ertaga soat 10:00 da barchani kutib qolaman. Hamma qatnashishi shart. Shuni demak davomini qilamiz. Barchangizga rahmat.